motor qanchalik uzoq yura oladi, yog' yeb qolmaydimi degan xavotir bo'lishi mumkin. Cobalt mashinangizni motoriga jabr qilib qo'ygan bo'lardingiz. Sizni ham, meni ham eng katta qo'rquvlarimdan bittasi bu suyuq moylar quyapmiz, ertaga bu motorni kerakli miqdorda moylay oladimi, yo'qmi? 0.20 nisbatan qo'yuqroq rostdan ham ichidagi moy aylanish tirqishlari keng katta bo'lgan, ya'ni o'sha paytdagi moylarga moslashtirilgan. Assalomu alaykum YouTube kanali obunachilarim. Salomatmisizlar? Moylar haqida o'zim bilgan va kimlar uchundir sirli ma'lumot bo'lgan mavzularda batafsilroq sizlarga foydalisi bo'ladigan oddiy sodda tilda tushuntirishga harakat qilamiz va bu haqda videolarimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzuyimiz motor moylarni borgan sari xuddi suvga o'xshash darajada suyuqlashib ketishayotganini, holatga kelib qolishini ba'zi bir sabablari va bu to'g'rimi, noto'g'rimi degan haqida sizlar bilan qisqa foydali video olishga harakat qilamiz. Qadrli shopir akalar, mana sizlarga savol. Oldin agar eski oldindan haydab yurgan bo'lsangiz, qo'yuqroq oyoq quyilgan 10 ga 40, 15 ga 40. Misol uchun, butun umr Nexia Sons mashina haydab yurgan shopir akamiz Cobalt oldilar va Cobaltga endi 5 ga 30 moy quyish kerak. Nisbatan sizga yog' shu darajada suyuq tuyulayotgan bo'lishi mumkin va bu moy bilan motor qanchalik uzoq yura oladi, yog' yeb qolmaydimi degan xavotir bo'lishi mumkin. Mana shu o'rinda esa to'g'ri savolga to'g'ri yechim bu ana shu siz olib haydayotgan mashinaning motoriga qanday talab va tartibda moy tanlanadi degan savolga siz 5 ga 30 quygansiz. Va bu to'g'ri yechim bo'lgan. Sababi agar siz Sons mashina haydagan bo'lganingizda 10 ga 40 bir paytlar shu darajada ommalashib ketib qolgan moylar bor edi. 10 ga 40 moylar, ana o'shani zo'r moy, men bu bilan mana mashinamda 15 yil haydadim deb turib, yana shu moyni siz zamonaviy bo'lgan, dvigateli boshqacha bo'lgan Cobaltingizga quyib olgan bo'lganingizda, bu aslida siz olib haydayotgan Cobalt mashinangizni motoriga jabr qilib qo'ygan bo'lardingiz. Mana shu o'rinda endi 5 ga 30 va 0.20 suyuq bo'lib ketayotgan moylar aslida to'g'ri bo'lyaptimi, noto'g'ri bo'lyaptimi, sizlar bilan gaplashishga harakat qilamiz. Kommentariyaga albatta yozinglar fikrlaringni. Xuddi aytganimdek, Cobalt akalar 5 ga 30 moyni suyuqligini qo'yapman deyapti, lekin bu hozirgi paytda, hozirgi zamonaviy dvigatellarga aynan talabi ham va shu darajada suyuq moy quyish kerakligi ham muhim shartlardan bittasi bo'lib qoldi. Endi buni sizlarga oddiy sodda tilda, ya'ni usta yoki kitob tilida emas, o'zimizni jaydar tilda tushuntirganda, qish paytlari bilasiz, oldin eski eshik romlarimiz bo'lardi. Yaqinroq borsangiz, tirqishlari kattagina bo'ladi. Eshikni ochib yopishganda zarzorlari ham kengina bo'lardi. Ana shu o'sha joylardan sovuqni o'tishini his qilib, uni biz keyin kliyonkalar bilan yopardik, ya'ni zich holatga keltirishga harakat qilardik uy isitish uchun. Hozir esa oddiy sodda plastik romlar, akfa alyumin romlar, ularning rezinkalari bilsangiz zichlashib ketib qoldi. Ana shu joydan endi haligi oldinga o'tayotgan sovuq shabada nimalar, izg'irinlar kirmayapti. Xuddi shunaqa motorlarda ham shunaqa qilib o'xshatsak bo'ladi. Oldingi dvigatellarda ichidagi zapchastlarimiz, ya'ni Porsche'ning gruppasi, bu yoqdan filtridan tortib, kolinval, galovkasini ichidagi moy aylanish tirqishlari keng katta bo'lgan, ya'ni o'sha paytdagi moylarga moslashtirilgan. Borgan sari zamonaviy moylar ko'payib chiqqan sari motorlarda ham xuddi shunaqa ixchamlashib, ichki moy aylanish sistemalari ham juda zichlashib, kichrayib boryapti. Misol uchun, hozirgi 12 trekkerlarda ham nimaga 0.20 suyuq moy quyish tavsiya qilinadi degan joyda atiga 3 donagina Porsche, kichkinagina razmeri ham Tico'ni Porsche'ning razmerida, motorda ham hajmi xuddi Tico Porsche'ning kattaligida ham desak bo'laveradi va unga turbo dvigatel qo'shgan hisobiga ot kuch quvvati oshgan, mashinani ham kattaligi tonnasiga hisoblaganda yana ham baquvvatlashgan va bu nimani hisobidan? Albatta bu moyda hisobidan bo'lgan. Moylarda shu darajada suyuqlik darajasi oshib ketyaptiki, bizda hozir 0.20 moylar quyapmiz, lekin aslida 2,5 ga 7,5, ajoyib, hali 0 ga 7,5 degan moylar chiqib ketgan. Yaponskiy moylar, bu haqida keyinroq video qilamiz albatta. Endi mana shu o'rinda sizlar bilan qanday holatda moylar yaxshi bo'lishini sizlarga hozir tushuntiramiz.
sizni ham meni ham eng katta qo'rquvlarimdan bittasi bu suyuq moylar quyapmiz, ertaga bu motorni kerakli miqdorda moyla oladimi, yo'qmi? Misol uchun hozir mana eng ko'p quyilayotgan 10X Tracker mashinalariga 0.20 va 5.30 bilsangiz Tracker 10X haydaydigan akalarni o'sha 21-22 yillarda ishlab chiqarilgan 5.30 tavsiya qilgan, keyin esa 0.20 ga o'tkazib yubordi majburiyatdan. Mana shu nimadan kelib chiqqan? Bu albatta ob-havo, klimatdan kelib chiqqan. Bizda qaysi bir hududlarimiz bor, -20 dan ham yuqori darajada sovuq bo'ladigan joylarga majburiyatdan -0.20 quydirishni o'rniga hammamizga 0.20 o'tkazib yubordi, lekin mana shu o'rinda 5.30 quysa ham bo'ladi degan joy keladi. Albatta uni mashinani kitobidan kelib chiqib gapirsak bo'ladi va moyni ham sizga hozir sifat darajasini aytadigan bo'lsak, qo'limdagi moy amerikanskiy, ko'rib turibsiz, 0.20 mana. Albatta zavodning o'zi, ya'ni Trekronix GM'da o'zi dopisk bergan Dexus 1 Gen 3 mana shu dopisklar va metdagi ko'rsatkichlar, API ko'rsatkichlari, boshqa hamma narsalari nimadan dalolat? Bu moyni sifat darajasidan dalolat. Moy qanchalik suyuq degani bu shunchalik yomon emas, aksincha buni mana shu yerda ko'rsatib qo'ygan dopisklarini borligi bu moyni qanchalik sifatliligini ko'rsatadi. Misol uchun mana moyni quyib ko'rsatsam, mana suyuq ko'ringani bilan bu moyni ichida kerakli prisatkalar, ya'ni qo'shimchalar bor va mana shu qo'shimchalar moy motorda ishlagan sari ko'ryapsiz, plastik mana baklashkamizni qanchalik darajada qoplab olyapti. Ko'ryapsizmi? Eng muhim joyi mana shu. Motorning ichida ham xuddi shunaqa narsa bo'ladi. Moy qancha suyuq bo'lsa, siz ertalabda sovuq holatda bitta o'tayotganingizda shunchalik tez mana shu suyuq moy tepaga borib, qaytib tushib, mana filtr bilan aylanishga yordam beradigan narsa. Muhim joy mana shu joyda va bu ham sifatli o'sha belgilangan dopiskga ega bo'lgan moylarda bo'ladi. Agar siz bu moy suyuq, hech qanaqa foyda bermaydi, motorning ichida turish bermaydi degan bo'lsangiz, bu demak siz albatta kelib chiqishin notanish bo'lgan, betayin bo'lgan moy quyib olgan bo'lishingiz mumkin. U yozib qo'ygan pokazatorlarga javob bermagan, lekin sifatli yaxshi moy quyganingizda albatta shunaqa narsa bo'ladi. Endi misol uchun sizga ko'rsatgan narsa mana ko'rishingiz mumkin. Qarang, qanchalik vaqt jarayonida plastik qoplamada shu moy turibdi. Bu degani motor siz qanchalik gaz bosib, qanchalik aylantirganingiz sari bu moy shunchalik suyuq bo'ladi va tepaga chiqadida, bu mana shu o'sha joyda buni ichidagi qo'shimcha prisatkalar ishga kirishadi. Ya'ni qoplama dvigatellarda, pochtalarda orasida, kladishlarda, galovka jamiga qatta shu moy kerak bo'lsa, ana shu joyda o'zini qoplab oladi va sizning motoringiz ana o'shandagina ishonchli, kerakli xizmat qilib beradi. Bu 0.20 ni hozir sizga ko'rsatdim. Endi bir xil moyni ikkinchi turi bor, mana 5.30 i. Buni ham bitta ko'rishingiz mumkin. Hayron qolasiz, dopisklari hamma yo'q bir xil, lekin vyaskasi ko'rsatishga mana 5.30. Bu nisbatan 0.20 nisbatan quyuqroq rostdan ham. Endi bu narsa quyuq suyuqligi nisbiy darajada, lekin mana hop 0.20 va 5.30 moylarni ko'rishingiz mumkin. Sifatli darajasi ikkalasi ham mana bir xilda. Lekin buni tepaga chiqib tushishlari mana 0.20 si chap qo'limda turibdi-ku, ko'rishingiz mumkin. Endi mana shu o'rinda 5.30 nikini hozir mana bundan qo'ydik, 0.20 ni bundan qo'ydik. Mana shu o'rinda ikkala moyni ham bitta operator olib kelingda ko'rsataylik-da. Mana shu moyni qarang. Faqatgina farqi 5.30 va 0.20 qayishqoqlik darajasini ko'rsatishda farq qiladi. Xolos qolgan hamma joyi bir xil. Mana shu joyda endi sizga aytib o'tsak bo'ladiki, Trekronixda motorida, mashinasida, kitobchasida albatta yozib qo'ygan 0.20 moy quying degan va mana shu dopislarni ko'rsatib qo'ygan. Endi shu o'rinda 0.20 moy sizga qachon suyuqlik qilishi mumkin agar siz odatiy sharoitdan ko'ra boshqacharoq haydaydigan bo'lsangiz. Bu qanaqa desangiz, bu taksi haydovchilari, bu juda ham ko'p probkada turuvchi haydovchilar va bir kunda 400-500 kilometrdan ko'p yuradigan shopirlarimizda 0.20 menga yana ham suyuqlik qilib qolyapti. O'zi motorda dvigatelda o'chirish ehtimolim kam, tinmaydi va rabochiy temperatura doimo menda baland holatda turadi deydigan bo'lsangiz, ana shu joyda siz 5.30 qarang, shunda o'tvasangiz bo'laveradi. Sababi 5.30 da ham GM albatta boshida quyishni tavsiya qilgan, faqat
0.20 ni nisbatan yaxshiroq bo'lganligi uchun bu tavsiyasini o'zgartirgan, 0.20 ga o'tkazib qo'ygan. 5 ga 30 qo'yishingiz ham mumkin, faqat o'sha haydash sharoitidan kelib chiqib o'zgartirishingiz mumkin. Agar siz odatiy shaklda 10 km, 30 km, 50 km uy sharoitida yoki ishga bordi keldi haydaydigan shopirlarimiz esa o'sha tavsiyasiga ko'ra 0.20 qo'ysangiz, mashinani motori yana ham yumshoqroq ishlashiga va mashinangizning motori uzoqroq xizmat qilishiga sababchi bo'ladi. Eng gilamli foydalardan bittasi bu motorning yumshoq, yengil aylanishi, bu toplivani ekonom bo'lishi, motorda ovozi, ekologiyaga chiqadigan zararli tutunlarni ham qisqarishiga yordam beradi. Xullas, shunaqa qisqacha ma'lumot berishga harakat qildik. Demak, videomizdan qisqacha xulosa qiladigan bo'lsak, moy suyuq ekan degani bu sifatsiz xavotir emas. Sizni haydaydigan mashinangizga quyiladigan moyni talabi qanday degan savoldan kelib chiqib tanlash kerak degani. Endi sizni mashinangiz agar eski, misol uchun 10 yillik, 10 yildan eski mashinalar bo'lsa, siz 10 ga qarab moy quyib yurgan bo'lsangiz, 5 ga 40 ga, 5 ga qarab moy quyib yurgan bo'lsangiz, 5 ga 30 ga o'tishingiz mumkin. Lekin bunaqa 0.20 yoki 5 ga 30 ga dabdurustdan o'tib ketmaysiz. Buni albatta o'zingiz haydaydigan, o'zingiz ko'rsatadigan motor ustalari, ya'ni motoristlar yoki bizniki kelsiz, biz ham dvigatelingizni holatidan kelib chiqib tavsiya qilishimiz mumkin bo'ladi, xolos. Fikringizni albatta kommentariyaga yozib yuboring. Qo'shimcha yana xudo xolasa bu haqda ko'plab videolar qilib sizlarga foydali maslahatlar berishga harakat qilamiz va o'zingiz haydayotgan mashinani turidan kelib, motoridan kelib moy tanlashni esingizdan chiqarmang. Salomat bo'ling.